Salom do'stlar, sizlar bilan Food restoranlar saytini davom ettiramiz. Bu o'tgan darsda bitta xato ketib qolgan ekan, ya'ni ekranni uzoqlashtirib shu bo'yicha yasayotgan ekanman saytimda. Bunaqa to'g'rilasam, mana bunaqa yaxshi holatga keldi. Dasmal tekst ham juda kattaroq qilib ekanman, o'zi to'g'ri berilgan ekan. Mana shuni to'g'rilab qo'yamiz. Ya'ni 16 piksel dedi. Yani AG 20 emas, 16 piksel beraman. O'z holati yaxshi ekan. Uzunligi ham bu yerda orasi ko'proq ochilib ketgan, shuning uchun uzunligini ham biroz kamaytirishimiz kerak ekan. Uzunligini kamaytirish uchun %480 beraylik. 400 bersakchi 400 berdik, lekin ustidagi uzunligi uchun orasi ochiq qolyapti. Ya'ni ustidagi logo blokini bunga demak 450 berishimiz kerak. 450 kamroq ekan. 460 yaxshi holatga keldi. Endi esa mana bunga nima deydi, vitsi ko'proq berib borganmiz, ya'ni o'sha uzoqlashtirganligim sabab mana shu qismini to'g'rilab qo'yamiz. Headermenga 1500 ga kamaytirsam saytning mana holati kelyapti. Qaraymiz, bu yerda nima xato ketyapti. Ya'ni rasmda o'lcham juda katta. Shuning uchun mana bu blok sig'may qolyapti. Rasmda o'lcham juda katta ekan. O'shaning uchun rasmga o'lcham berishga harakat qilaman. Bu yerda demak rasmimiz header image ekan. Header ichidagi header image ga width demak 1200 da точно yarmini egallaydigan bo'lsa ham 600 piksel bo'ladi. Width uzun bersak ham bu yetarli ekan. Faqat scroll chiqib qolyapti. Time degan joygacha by pastga tushdik. Shuni species qilaylik shuni. Bizda nima chiqib ketyapti bu yerda? Rasm chiqib ketyapti. Nima saytimizni buzib qo'yapti. Bunaqa scroll bo'lishi kerak emas. Hop. Yo'q, buni vitsini foiz deb qo'yaylik, 40%. By time degan joyga tushirish kerak. By time. Tak. Demak, bu joyda ham qaraymiz. Mana bu tekstlarimiz pastga to'g'ri tushib, timedan keyin bu joyda pida nitdan keyin kod yozishimiz kerak. H1 da timedan keyin ber yozib o'raman pastga tushish uchun. Pastga tushyapti. Keyin ikkinchisi esa good degan tekstdan keyin yozishim kerak. Good. Faqat food to'zi pastga tushish kerak. Yaxshi. Ber yozdim. Pastga tushdi. Bu yerda need degan tekstdan keyin need var. Qaraydigan bo'lsak, mana rasmimiz bilan tekstlar bir xil holatda joylashib oldi. Maketdagidek holatga keldi. Xo'p, yaxshi, davom etamiz. Ikkinchi qismini yasab olishimiz kerak endi.
ikkinchi qismini ham rejasini tuzib olamiz birinchi navbatda. Hop. Rejasi bitta blok. Bitta blok bo'ladi. Bu blok ichida yana bitta blok bo'ladi. Blokda esa bitta H2 usti paragraf bersa bo'lar ekan. Keyin esa bular ichida bitta blok, ichida esa 3 ta blok bo'ladi. Bitta, ikkita, 3 ta. Birinchi blok, ya'ni qolganlarda ham xuddi shunaqa. Image H2 H3 bersak ham bo'ladi, paragraf. Xuddi shunaqa tartibda joylashadi. Keyingisi buni pastidan, katta blok pastidan yana bitta blok yaratiladi. Bu blok ichidan esa yana ikkita blok bo'ladi. Ya'ni bitta image, bitta text degan xuddi headerdagiga o'xshab yaratib olishimiz mumkin. Bu yerda xuddi tepadagi H2 P va button bo'lishi kerak. Tak. Mana shu tartibda rejamizni tuzib olamiz ekan. Demak, bizda header qismi tugadi. Yopib qo'yamiz. Buni tagidan main deb nom yaratishimiz mumkin. Bitta blok. Demak, main ichida ikkita blok bo'ladi dedik. Misol uchun top deb nomlaymiz. Birinchisi, ya'ni tepa qismini. Hop, topning ichida bitta H2dan oldin bitta P joylashar edi. P'dagi tekstimiz mana bu. Joylashtiraman. Keyin H2. H2dan keyin esa mana bu bloklarni joylashtirishimiz kerak. Bular nomini top blocks deb nomlayman. Top blocks. Buni ichida esa tochka bloklar. Hop. Blok ichida esa bitta birinchisi image joylashadi. Image'dan keyin esa H3'dagi tekst olamiz. Joylashtirdim. Bundan keyin esa P deg. Mana shunaqa tartibda bizda 3 ta blok bo'lishi kerak. Shularni shunday kompilyatsiya qilaman, ko'paytirib olaman. Qolganlarniki ham teksti bir xil. Shu H2 ni hisoblamasak, H3 hisoblamasak ya'ni. Rasmlarni olaman. Rasmni belgilayman. Bu e'tibor beramiz. Mana shu yerda rasmni olishimiz uchun bizda mana bitta qismi biz mana ustiga bossak, mana buni crop bo'lib turibdi. Mana shu crop olganini olishimiz kerak bo'ladi bu yerda. Adashmasam agar PNG formatda dedik. Tak, cropimizda xohlaganda chiqmadi. Crop boshqacharoq olamiz. O'zini olaylik buni. PNG formatda. Bizda bular hammasi vektor bo'lingan ekan vektorlarga. Ya'ni qismlarga. Buni umumiy crop deb nomlab export desak to'g'ri bo'lar ekan. Shadow kodim, demak tushunarli bo'ldi. Mana shu crop 94 belgiladim. Keyin PNG formatda eksport qildim. Kurpga tashlab olaman buni.
qo'yaylik. Blok. Hop. Endi tepa qismini yaratib oldik. Keyingi qismini ham yaratib olaylik. Buning uchun bu top qismini yopib qo'yib, asta pastki qismini yaratib olaman. Bu yerda qisqagina bo'ladi, ya'ni bitta imijni shundoq qilib joylashtirib qo'ysak ham bo'ladi. Mana bu rasmda keyin mana shuni astidan bitta main text degan blok ochsam bo'ladi. Main text ichida p bo'ladi bitta. About use tagidan h3 tekstlar joylashtiraman. Tagidan esa yana paragraf tekst olamiz. Pastda esa bitta button bo'lishi kerak ekan. Buttonda read more degan tekst bo'lishi kerak. Mana bu qismini yaratib oldik. Hop. Umumiy men qismini HTML ga yozib oldik. CSS ko'rsak ham bo'ladi endi. Birinchi navbatda o'sha topga CSS ni murojaat qilib boshlaymiz. Hop. Mana bu rasmlar bittadan foydalanib ketsam bo'ladi. Hammasi bir xil. O'zingiz o'zgartirib olishingiz mumkin. Uchdan belgiladim. Image ichidagi main blok bo'lishi kerak bular. Altga esa birinchi deb yozamiz. Bo'ldi, demak, savollaga chiqdi hammasi. Yaxshi. Ikkita qism qilib olaman. Bu yerga CSS qo'yish kerak. Yaxshi, bu qismini mana bunaqa tartibli yozganimiz o'zimizga ancha qulay. Main start deb nomladim. Hop. Böyle ortacha kod yozamiz. Mainga ham uzunligi 100% bo'lsin, balandligi avtobusin deb qo'yishimiz mumkin. Mainni ichidagi tochka topga murojaat qilamiz endi. Hop, topga emas, topga ichidagi piga deylik. Hozir piga desak lekin noto'g'ri bo'ladi. Bunga klass berib ketaman. Top p. Bu yerda yana bitta p bor. Qolgan p'lar bular shart emas ekan. Top p. Hozir p deb to'g'ridan to'g'ri yozadigan bo'lsam, bu yerda hamma p'larga ta'sir qilib ketadi. Shuning uchun klass berib olishga majbur bo'lyapman. Xo'sh. Bu yerda mana shu p'ni holatini ko'rib olaman. Kerakli kodlarni kopyalab olamiz va joylashtiramiz.
o'rtadan to'g'ri joylashdi mana. Undan keyingi main top H2 bizda bitta. Shuning uchun to'g'ri murojaat qilsak bo'ladi. H2 ni oldim, kodlarni olaman. Joylashtirdim. Uzoqlar kerak emas bizga. Xo'p. Demak, mana holat keldi. Buni ham text align center qo'ysa bo'ladi. Text align center berib qo'ysa bo'ladi, ya'ni shunaqa holatda joylashadi. Yaxshi, keyingi qismiga murojaat qilsak bo'ladi endi. Keyingi qismimiz demak top blocks bo'ladi. Main tochka top blocks deb yozaman. Bularni bitta qatorga joylashtirib olamiz. Split legs bitta qatorga joylashdi. Justified content bular qanaqa bo'lishi kerak? O'rtaga joylashdi. Justified content yana beraylik. Avvalambor bu shu boxni uzunligini, ya'ni width'ini 1200 piksel o'rtadan joylash kerakligini aytib qo'yishimiz kerak. Shunaqa bo'ldi. Justified content space between berib qo'ysa bo'ladi. Yaxshi. Mana shu mainga murojaat qilganimizda maindagi qaraylik. Main emas. Mana shu blocksga общий text align center berib qo'ysak, hamma tekstlarimiz bloksga o'rtada joylashadi. Chunki bizda saytimizda shunaqa joylashgan. Xo'p. Demak, shunaqa chiqdi. Endi mana shu bloksdan, ya'ni mana shu rasmlardan H2 gacha bo'lgan masofa bu joydan 44 piksel ekan. Bloksga margin top 44 piksel deb yozamiz. Oralar ochilib oldi. Endi esa bu H3'larga murojaat qilamiz. Ya'ni main top blok ichidagi blok ichidagi H3 ga shunaqa kod berilishi kerak deb yozamiz. Ishladi, menimcha hammasi ishladi. Endi buni ham orasi masofasi bor, ya'ni rasmdan bungacha bo'lgan masofa 33, pastgacha bo'lgan masofa 15 piksel ekan. Demak, margin top 33 piksel. Margin bottom 33 qancha edi pastga qarab 15 piksel ekan. Hop, keyingi p ga murojaat qilsak bo'ladi, ya'ni shular ichidagi p ga murojaat deymiz. P ni belgiladim. Kerakli kodlarni olamiz. Joylashtiramiz. Ortiqcha joylarni shunaqa olib chiqqanimiz yaxshi. Saytimizda mana bunaqa
shu holat keldi. Maketdagidek. Hop. Keyingi qismiga o'tamiz. Tak. Keyingi qismida mana bunaqa rasm bo'lishi kerak. Shu rasmni sketchat qilib olaylik. Keyin qaraymiz, rasmda bunaqa ortiqcha joylari ko'p ekan. Shu ortiqcha joylardan rayting buni olganimiz foydasi bor. Rasmni o'zini olamiz. Rasm chiqdi. Rasmni bu yerga tashlab olishim kerak edi. Nomini main yozib qo'yamiz. Hop, bu yerda rasm joylanmagan hali. Rasm joylab qo'yaman. Ichidagi main buttonimiz formati png. Hop, pastki blokimizga murojaat qilib boshlaymiz. Main точка. Hop, ular orasiga masofa 108. Marjin to'playlik bunga. 8 piksel ekan. Mana holatga ketdi. Ularni yonma-yon joylashtirishimiz uchun shunday buttonga display flex beramiz. Kelasi yonma-yon joylashdi. Balandlik bo'yicha align items. O'rtadan joylashsin desak, o'rtaga tushib qolar ekan. Yaxshi bo'ladi bizni. Justified content space between bo'lishi kerak. Space between. Hop, ularning uzunligi tepadagi blokdek bo'lishi kerak. Mana bu 200 piksel. 200 piksel. Keyin o'rtaga joylashish kerak. Bu yerda margin top o'rniga margin deb yozaman. Tepadan 108 piksel ishlayveradi. Yozib qo'yaman. Yon tomon avto bo'lsa, pastdan ham примерно 100 piksel bo'ladi menimcha. Yaxshi. Mana shu holat keldi. Xo'p, endi buni ikkalasining orasi ochilmasligiga sabab menimcha rasmda deb o'ylayman. Rasmni belgilayman. Rasm ham yaxshi juda. Xo'p. Bu orasi ochilishi uchun demak mana bu blokka, ya'ni main ichidagi button точка main textga margin left примерно orasi uzoqligi bundan rasmgacha, ya'ni rasmdan tekstgacha ko'rsatilmoqda. Примерно 100 piksel, 100 kubikdan 80 piksel. Orasi ochildi. Yaxshi, mana bu rasmga murojaat qilib olaylik birinchi navbatda. Bitta narsa, ya'ni rasmni
tashqari bizning orqa fonimiz ham bor. Orqa fonni joylashtirib olaylik. Joylashtirish uchun mana shu fonda vektor rasm belgiladim. Change formatda bo'ldi. Olaman. Demak, vektor 3 ekan. Nomini o'zgartirishimiz. Buni umumiy backgroundga qo'yish kerak edi. Ya'ni main background image ga qo'yishimiz kerak. URL vektor 3 ni boshqa nomidagi rasm. Demak, bizni ko'payib bo'lib ketdi. Shuni to'g'rilaymiz. Buni to'g'rilash uchun bu yerda background repeat no repeat deb yozamiz. Bittagina bo'ldi. Biza yaxshigina holatda joylashdi. Mana shu saytdagi deydi bo'limi. Xo'sh. Endi position ham belgilash mumkin ekan. Background position tepadan 200 piksel deylik. Yon tomondan 0 bo'lib tursin. Tepadan emas, birinchisi o'ng tomondan bo'lib ketar ekan. Shuning uchun bu birinchisiga 0, ikkinchisiga 200 piksel deylik. Shunda tepadan pastga qarab surilyapti. Faqat pastga qarab surildi, maketdagi joylashdi. Pastki qismi unchalik o'xshamayapti. Shuning uchun shu pastki qismiga, ya'ni buttonga padding button 100 piksel yozaylikcha. 100 piksel emas, tepadan pastga qarab qo'ygan 200 piksel desak, maketda qanday joylashgan bo'lsa, xuddi shunday orqa fonda joylashtirib olishimiz mumkin bo'lar ekan. Yaxshi, joylashtirib oldik. Endi mana shu rasmga murojaat qilamiz. Xo'p, bunga murojaat qilishimiz uchun main image deyman. Boshqa image yo'q. To'g'ri tushunadimi? Xo'sh. Buni border radiusi bor. Border radiusimiz qanaqa ekan deb ko'rsak bo'ladi. Border radius ko'rsatilmagan ekan. O'zimiz primerni yozamiz. Primerni bu yerda 8 pikselga teng bo'lishi kerak menimcha. 8 piksel. Kam qolar ekan 8 yoki 16 piksel bo'lishi kerak. 16 ham kam. 32 piksel. Yaxshi, 32 piksel ekan. 32 piksel. Endi esa qolgan kodlarimizga murojaat qilib olamiz. Qolgan teglarimizga. Biroq tıklaman. Bu yerda main ichidagi main text ichidagi p ni birinchisiga class berib qo'yaman. P button P ga qildim. Yaxshi. Button P pastga qarab 10 piksel
margin button bor. 10 piksel yozamiz. Hop, keyin esa H3 edi menimcha, H3 ga murojaat qilishimiz kerak. Main main text ichidagi H3 ga mana shu kodlarni yozishimiz kerak. Yaxshi, biz mana holatga kelibdi. Buttu degandan keyin buttu degan tekstimizdan keyin pastga tushib ketish kerak. Buning uchun var qo'yamiz. Keyin esa claim degan tekstdan keyin ham var qo'yishimiz kerak. Yaxshi. Mana shu holatda joylashtirdik tekstlarimiz. Keyin esa p ga murojaat qilamiz. p da kerakli kodlarni oldim. Tepadan 30 piksel, pastdan esa 40 piksel berishimiz kerak. Margin ya'ni main text buning ichidagi p ga ham klass berishimiz kerak ekan. Ikkita p desam main ichidagi tepadagi p ga ham ta'sir qilib ketadi. Shuning uchun button p ga deb yozamiz. Mana shunaqa kodlar yozib olamiz bu yerda. Margin top 30 piksel, margin button 40 piksel. Yaxshi. Keyingi bitta bizda button qoldi. Bu buttonimizni tepada yozganmiz. Yozib o'tirganimizda qayta o'sha buttonni qo'ya qolamiz. Ya'ni bu yerda faqat o'sha paddingni farq qiladi, qolgan joyi bir xil. Operat qildim. Pastdan main ichidagi main text ichidagi bizga shunchaki button ga shunaqa kodlar yozilsin deymiz. Bular buttonimiz ham yaxshigina joylashdi. Tak, qaraydigan bo'lsak, biz saytimizni asosiy ikkita qismini tuzib oldik. Ya'ni header qismi, uni pastdan esa main qismini. Bu yerda bitta narsaga e'tibor berishlarini so'rardim. Ya'ni bu tuzilayotgan sayt faqatgina o'sha kanalimda o'tgan bilimlardan kelib chiqib, ya'ni HTML CSS bilimlaridan o'rgatgan kodlarimdan kelib chiqib tuzishga harakat qildim. Ya'ni iloji boricha bu yerda umuman ortiqcha, ya'ni darsda o'tmagan kodlarimizdan foydalanmaslikka harakat qildim. Video foydali bo'lgan bo'lsa kanalga obuna bo'ling. Like, kommentariy yozishni unutmang. O'sha kommentariyada videoni qo'llab-quvvatlash uchun o'z fikringizni qoldirishingiz mumkin. Bo'lmasa tushunmagan joylaringizni bemalol so'rashlaringiz mumkin. Aytgancha bu saytimizni nimasini Figma linkini описаниеda qoldiraman. Keyingi qismlarni ham keyingi video darslarimizda davom ettiramiz. Juda ham qiziq qismlar kutmoqda bizni. Sog' bo'linglar.